Yog'li yuzda sizlarga to'g'ri SPF tanlaymiz. Ko'chaga chiqasizmi, uyda bo'lasizmi, ba'zi vaqt обязательно kerak. Yozda meni yuzim juda yog'lanib ketadi, o'shaning uchun Free Oil kremlardan foydalanaman. Men Faberlic yangi boshlaganim uchun Free Oil kremlarini hali o'rganmadim. Men o'zim ishlatayotgan kremlardan foydalanyapman. Krem ovotgan paytingiz обязательно e'tibor bering. Kremingiz teksturasi geliovoy krem bo'lishi kerak yoki fluid. Menda hozirgisi bu geliovoy. Surayotgan paytingizda suvga o'xshab erib ketadi krem. Ko'pchilik SPF surmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa qilib ikkita barmog'ingizni to'ldirib surish kerak dishadi. Bu lekin marketing. Yuzingiz qancha so'rasa, shuncha bering. SPF tanlashda yog'li yuzlar fluid ko'rinishdagi Oil Control yoki Free Oil kremidan foydalanish kerak. Faberlic'da menga yoqqan tonalli ham bu ham Fluid Foundation. Yog'li yuzlar sizlarga точно yoqadi. Ko'pchiliginglarda kuzatyapman, narsani olib bo'lib rasmini jo'natyapsizlar, menga tushadimi, tushmaydimi deb. Olib bo'lganingizdan keyin uni foydasi yo'q. Olmasdan oldin tarkibini o'rganing. O'zingizga tushadigan kremni ham olasiz, pulingizni ham saqlab qolasiz. Stikni makiyajni ustidan qilamiz. Esingizda tuting, buni ozgincha chiqaring, чтобы siz yuzingizni qilmasligi uchun. Eng asosiysi surtib bo'lgandan keyin aritish ham esdan chiqmasin. Ha, aytgancha, videom yoqqan bo'lsa, kerakli insonlarga jo'natib qo'ying va menga podpiska bo'lib qo'yishni unutmang.